Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlar uchun Toshkent shahridan, Olmazor tumanidan juda ham katta qilib qurilgan 110 kvadratli ushbu chiroyli manzildan zo'r dom topib qo'ydim. Adreslarigacha aytaman, narx-navolarigacha aytaman. Siz ungacha bitta like bosishga ulgurasiz. Kommentariyada ham menga ham Toshkent shahridan shunaqa zo'r uylar nasib qilsin deb yozib yuborgan har bir obunachimga bundan zo'r uylar nasib qilsin. Sizga ham agar shu xonadon kerak bo'lsa, pastda egalarining nomeri. Manzillari Toshkent shahri Olmazor tumani, Chamanbog' mahallasi, Olimpiya 15-16 da turibmiz. Tansiqboy bozori yaqin. Shaharga liboy joyga qulay bo'lgan joy. Yaxshi odamlar turadi. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli qurilgan dom. Va eng muhimi hozirgiga o'xshab mana kichkina xonalar emas. 110 kvadratda 3 ta xona ekan. Siz xohlasangiz 4-5 xona qilib olsangiz bo'ladi. Remontlari zo'r. Hozir tepaga chiqib ko'rsataman. Siz ungacha bitta like bosishga ulgurdingizmi? Bosmadingiz siz, aka. Bitta bosib yuboring, keyin siz ham bitta bosib yuboring like. Ketdik, endi tepani ko'ramiz. Sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, ushbu raqamlar 97 kodi bilan 422 27 75 raqamlariga telefon qilsangiz o'zim javob beraman va uyingizni borib chiroyli qilib obzor qilib, Boshpana TV Instagram, YouTube, Telegram kanallarimizda reklama qilib sotilishiga sababchi bo'lamiz. Ketdik, tepaga chiqamiz. 8-etajga chiqamiz o'rtoqlar. Ketdik. O'rtoqlar, mana liftdan ham chiqib oldik. Ushbu xonadon o'zi ikkita podez bor, ikkita anaqa bor, uy bor, 8-etajda, umuman pastdagilarda ham bitta podezda ikkitadan xonadon bor. Bunisi 135 ekan, bunisi 110 kvadratli xonadon ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraveramiz, xudo xolasa. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xonadonning ichiga kirib keldik. Juda ham fayzli, keng xonadon. Maza qilib yashayman degan insonlar uchun zo'r. Ko'ryapsizlar, bu yerda hol bor. Juda ham katta. Holga mana misol uchun mebelni qilib qo'yishgan, garderobni. Bu mebel ham qoladimi, aka? Bu mebel ham qoladi. Xo'p, o'ng tarafimizda oshxonasi bor. Oshxona ham razdelniy. Botlarni bitta xonaga hisoblamayapmiz. Bot alohida. Xohlasangiz botni bitta oynali qilib to'sib yuborsangiz, alohida bitta xona ham bo'lib qolaveradi. Bu o'tirib choy ichishga xona. Bu tashqari hovlilari, bu oshxonasi, mebellari qoladi. Xolodilnigi ham qoladi, mana katta 4 ta eshikli xolodilnigi qoladi. Konditsionerlari ham qoladi, televizorlari qoladi. Xo'p, bu mebel olib ketamiz dedilar. Yana pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz shu xonadonning egalari yana savdolashib kelib, ko'rib, qolsin desanglar, balki qoldirib yuborarlar. Bu yerda mana hojatxonasi joylashgan. Hojatxonani ham ko'ryapsizlar, kengligini, remontlari zo'r, kafillangan. Tayyor xonadon, kirib maza qilib yashaysiz. Bu tarafda detskiy joylashgan. Bitta, ikkita, 3 ta detskiy yotoqlari bor. Xullas zo'r. Mana buni manzaraga bitta baho beringlar. Shunda derazadan chiqsangiz, katta anhor oqib o'tgan. Pastda ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Maza qilasiz. Ertalabdan turib 5 minut shotga qarab tursangiz, zo'r uyg'onib olasizlar. Maza qilib uyg'onib olasizlar. Xo'p, davom etamiz. Bu tarafda umumiy sanuzel joylashgan, mana kattagina, hamma kerakli narsalari bor. Bu tarafda bo'lsa, kattalar yotoqxonasi. Mana kattagina bu shkopi qolar ekan o'rtoqlar. Mana kattagina bemalol hamma narsalarni joylashtirasizlar. 2-3 ta narsa olib kelasizlar bo'ldi. Bu yerdan ham boyiga manzara ko'rinadi. Kattagina o'sha anhor oqib o'tgan. Maza qilasizlar, ertalab turib bahramand bo'lasizlar tabiatda. Hovli, bu hovli emas, dom sizlarga yoqyaptimi kvartira? Mana kattagina zali. Katta zali bor. Mebellarni olib ketaman dedilar. Bu yerda mana o'zini shu hovlisiga, boya video boshlagan joyimizga qaragan kattagina romlari bor. Baqvat uy, zo'r qurilgan, remontlari ham zo'r, tayyor kirib yashashingizga hamma narsasi tayyor turibdi. Bu xonadonimiz Toshkent shahri, Olmazor tumani, Chamanbog' mahallasi, Olimpiya 15-16 da turibmiz. 8-etaj, 110 kvadrat, narxini $120 ming baholayaptilar. Pastda egalar nomeri. Bemalol telefon qilib savdolashib xarid qilib olsanglar bo'ladi. O'zlaridan biz hech qanaqa makler emasmiz. Bu uyni narxiga biz umuman ta'sir o'tkazmaymiz, ustiga ham qo'ymaymiz. Egalari bilan primoy bog'lanib, oluvchi bilan sotuvchi primoy bog'lansa, uy narxi arzonroq bo'ladi, oluvchiga ham, sotuvchiga ham. Bizning arzimagan xizmat haqqimiz bor. Siz ham uy joy sota olmay qiynalayotgan bo'lsangiz, unga bunga aytdingiz, sota olmayapsiz, OLXga qo'ydingiz, продается deb yozdingiz, sota olmayapsizmi? Tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Bu xonadonni ham
qarindoshlarini uyini 2-3 kunda sotib bergan ekanmiz. Telefon qilib chaqirdilar: "Ey, sotib beruvdingiz shunaqa qarindoshim ekan, keling, meni ham uyimni sotib bering" dedilar. Keldik, yuzimiz yorug' bo'lsin, bu xonadon ham tez kunda baraka bo'lib ketsa, yaxshi insonlarga nasib qilsin. Uy yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Yana shunaqa uylardan ko'proq chiqarishimni xohlasanglar, kommentariyalarni bitta-bitta o'qib olman. Chiroyli qilib duo qilib, menga ham shunaqa uylar nasib qilsin Toshkent shahridan deb yozib olgan har bir obunachimga 2026-yilda o'zida Allohim g'oyibidan yetkazsin. Demak, keyingi boshpananida chiroyli uylarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.